Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu darsda amaliy mashg'ulot bajaramiz. Sizlar bilan hozirgacha risovanie instrumentlarini hammasini o'rganib oldik. Bundan tashqari rejimlar bilan ishlash, setka hamda setkaga privyaska qilishni o'rganib oldik. Endi shu o'rganganlarimizdan foydalanib, mana bunday gaykani tepa hamda yon ko'rinishini chizib olishimiz kerak. Yana shuni aytib qo'yay, siz bu darsda faqatgina mana bu privyaskidan kontochka, serezina hamda peresechenini yoqib qo'yishingiz kerak. Qolganlari ochiq turishi kerak. Shulardan foydalanib, bularni chizishingiz talab etiladi. Yana shuni ham aytib o'tishim kerak. Bizlar bunda redaktorivniy instrumentlardan foydalanmaymiz. Agar mabodo foydalanishni bilsangiz ham, siz bundan foydalanmasligingiz kerak. Chunki bu chizmani chizishning sharti shundan iborat bo'ladi. Ya'ni ozgina o'ylab, qanday usullar bilan, ya'ni qanday tez va vaqtni ekonom qilib bajarishni o'rganamiz. Demak, hozir videoni pauzaga qo'ying hamda o'zingiz bajarib, o'zingizni tekshirib ko'ring. Bundan keyin esa sizlarga men qilib ko'rsatib o'taman. Siz o'zingiz bu mashqni a'lo darajada bajardingiz deb o'ylayman. Endi esa bajara olmaganlar uchun sizlarga chizib ko'rsataman. Bo'lmasam, birinchi hozir men mana bu planda turgan gaykani chizishdan boshlayman. Demak, bu os o'qlari bor. Birinchi navbatda os o'qlarini chizib olaman. Buning uchun poliliniyani belgilayman hamda ko'rib turgan bo'lsangiz, gaykamizning eni 50 mm, shuning uchun 60 mm taxminan mana bu osimizni bir tomonini chizaman. Buning uchun setkaga privyaskani yoqib, mana bu bir burchakga bosib 60 mm uzunlik beraman. Hamda enterni bosaman. Ikkinchisi ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu o'rtasi bo'lsa agar 3 ta, ya'ni 33 ta katak tepaga ko'tarilib, pastga 60 mm tushaman. Tayyor. Endi qolgan qismlarni chizishni boshlaymiz. Hozir men buning 6 burchakni chizishdan boshlayman. Buning uchun ko'p burchak, ya'ni ko'p burchakni belgilayman. Tomonlar sonini beraman. Tomonlari menda 6 ta bo'ladi. Hamda ko'p burchakni o'rtasini ko'rsataman. Bu osimizni o'rtasi bo'ladi. Hamda mendan so'rayapti, aylanaga ichki chizilgan ko'p burchak bo'lsinmi yoki tashqimi? Hozir shunday qarasak agar, mana bu 50 bo'ladigan bo'lsa agar, buni o'chirib turaylik. 50 bo'ladigan bo'lsa, agar buni atrofiga aylana chizsak agar, bu aylanaga ichki chizilgan hisoblanadi. Shuning uchun aylanaga ichki chizilganini belgilab, bironta chap yoki o'ng tomonga qaratib 50 mm bo'lsa agar общий 25 mm deb beraman. Tayyor bo'ldi. Endi bizlar aylana chizishimiz kerak. Buning uchun aylanani belgilashimiz mumkin. Bizlarda sentr ma'lum. Aylanani belgilaymiz hamda o'rtasidan, ya'ni serezina bor, o'rtasidan olib, diametrimiz ham bor. Hozir radiusni beryapmiz, shunchaki mana bu chekkasiga qarab bosishimiz kifoya. Demak, bizlarga keyingi aylana qoldi. Buni diametri 24, ya'ni radiusi 12 ga teng bo'ladi. Buning uchun yana bitta aylanani olib, o'rtasiga bosib, radiusini 12 qilib belgilaymiz. Keyingisi bu duga, ya'ni yoydan iborat. Buni chizishimiz uchun joyini belgilaymiz hamda bizlarga kerakli bo'lganini tanlab olamiz. Bizlarga o'rtasi, hozirgi paytda o'rtasi, boshi hamda uzunligini ko'rsatsak bo'ladi. Mana bu opsiyani tanlasak agar, belgilaymiz, o'rtasini ko'rsatamiz hamda bironta tomonga qaratib, uning radiusi 14 ga teng. 14 ni bosamiz hamda aylantiramiz. Hozir yoyimiz bu tomonga paydo bo'lib qoldi.
qarama-qarshi tomonga o'zgartirish uchun Ctrl-ni bosib tursak o'zgaradi hamda belgilab o'zimizga kerakli bo'lgan miqdorda chizishimiz mumkin. Mana bunday tarzda. Pastki chizmalar tayyor bo'ldi. Endi tepa chizmani qilishimiz mumkin. Hozir tepa chizmani chizish uchun bir necha usuli mavjud. Ulardan biri kvadrat orqali chizishimiz mumkin yoki poliliniya orqali har bir mana bu burchakli privyaskadan foydalangan holda. Lekin bizlar o'zimizga eng qulay hamda tez bo'ladigan variantini tanlab olishimiz kerak. Bu paytda bizlarga kvadrat yordam beradi. Kvadratni tanlaymiz. Hamda mana bu faskalarni subopsiyadan faska qo'yamiz. Bizlarga ko'rib turgandek 3 mm dan har bir tomonda faska bor. 3 turibdi. 3 ni bosamiz, yana bir bor bosib. Mana bu yerga kursorni olib kelib, mana buni yoqishimiz kerak. Отображение опорной линии. Kursorni olib kelib tortamiz. Hamda kvadratni chizishni boshlab, unga razmerlar beramiz. Razmerimiz demak 50 ga 24. Birinchi bo'lib 50 ni kirgizamiz, ikkinchisi 24. Hamda yana bir bor bosamiz. Asosiy kvadrat tayyor bo'ldi. Endi ichki kvadratlarni chizishimiz kerak. Ichki kvadratni chizishimiz uchun, ya'ni ichki chiziqlarni chizishimiz uchun qaysi avval chizsak yaxshiroq, shuni avval aniqlab olishimiz kerak. Hozir bu yerdan ko'rinib turibdiki, bizlar avvaliga mana bu ikkita uzunchoq chiziqni chizishimiz kerak. Bu instrumentlardan foydalana olmasligimiz sababidan qanday chizishni o'ylab olishimiz kerak. Demak, bu yerdan 3 mm o'tib tashlagan bo'lsak agar, bu yerdan mana bu nuqtadan boshlasak agar, chap tomonga 12,5 dan 3 ni ayirsak 9,5 mm ga surib chizishimiz kerak. Demak, poliliniyani belgilaymiz. Bu yerdan kursorni olib kelamiz, faqat hech nimaga bosmay, ozgina mana bunday yashil paydo bo'lgandan keyin chap tomonga surib 9,5 mm tashlab tepaga qarab chizamiz. Okey. Chap tomondan ham shunday 9,5 mm tashlaymiz hamda tepaga qarab chizamiz. Mana bu ikkita uzunchoq chizig'imiz tayyor bo'ldi. Demak, endi qolgan boshqa chiziqlarni chizishimiz kerak. Xo'p. Bu tomondan boshlaydigan bo'lsak, mana bu burchakdan chizishni bu nuqtadan agar 12,5 dan 2,5 ni ayirsak 10 qoladi. 10 dan bu tomondagi 3 ni ayirsak 7 qoladi. Bu nuqtadan 7 mm tashlab 30 gradus qilib tepaga qarab chizishimiz kerak. Demak, buning uchun gradusli privyaskalarni yoqamiz. 30 gradus deb belgilaymiz. Va poliliniyani olib bu yerdan 7 mm tashlab 30 gradus o'q ostida chizishni davom etamiz hamda bu tomondan ham xuddi shunday 30 gradus. Tayyor. Endi tepadan 7 tashlaymiz, 30 gradus, yana bir bor 30 gradus. Chap tomondan ham xuddi shunday 7 tashlaymiz, 30 gradus va yana 30 gradus. Oxirgisini ham xuddi shunday. Endi faqat mana bu qismlarni tepaga tortib qo'yamiz. Yoki shunchaki tortib qo'yishimiz mumkin. Ishimiz tayyor. Ko'rib turganingizdek, tezda mana bunday gayka chizmasini qaytadan chizdik. Va bizlar bunda redaktorning instrumentlaridan foydalanmadik. Albatta, redaktorning instrumentlarini ishlatgan holda biz buni tezroq bajarar edik, lekin topshiriq shuni talab etadi.
Bu bizlarni risovani instrumentlarini o'rganganlarimizni mustahkamlab qo'ydi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.